Menimcha ko'pchilik super qahramonlar bor filmlarda miriqib tomosha qiladi. Har bir odam bu personajlar rolini takrorlab ko'rishni xohlaydi, lekin haqiqiy hayotda buni imkoni yo'qligini yaxshi tushunadi. Bugungi dasturimiz mavzusi barcha tabiat qonunlariga ziddir. Bugun e'tiboringizga kamera tasvirlariga tushib qolgan noyob qobiliyat egalarini ko'rsatmoqchiman. Bu ma'lumotlar qanchalik rost yoki yolg'onligi haqida o'zingiz fikr qiling. Demak, assalomu alaykum, mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazida. Mazkur video ushbu qahramon haqida to'liq ma'lumot beradi. Bu odam mashinani shunchaki ko'tarib yerga tushirgani yo'q, balki yurib ketayotgan mashinani harakatlanishiga qarshilik qilmoqda. Bu super qahramon bunday noyob qobiliyat va kuchni qayerdan olgani noma'lum, balki o'sha multfilmdagi qahramonlar bo'tqasidan yegandir. Qutqaruvchi. Bu video tasvir yuragingizni muzlatib, teringizni junjitib yuboradi. Yaxshiyamki Flash ismli super qahramonga o'xshagan odam paydo bo'ldi. Ularni ulkan asfalt tosh ustiga tushishidan oldin qutqarib qoldi. Balki tosh ularning yaqindagi uylarni tomidan tushgandir. Ochig'i bu videoga ishonish juda mushkul, lekin tarmoqda bunday qahramonlar talaygina. Suv ustida yurish. Biz hammamiz yaxshi bilamiz, suv yuzasida yurish barcha fizika qonunlariga ziddir. Biroq guvohlar bunday hodisani tasvirga olishdi. Avval bunday turlikni ko'rsatgan yagona odam Steve Frey ismli sehrgar edi. Shuningdek, uni Dinamo deb ham atashadi. 28 yoshli illyuzionist suv bo'ylab suv omborining o'rtasida yurar edi. Hayratlanarlisi, illyuziyani yuzlab odamlar guvohligida amalga oshirgan. Ba'zilar uni ko'rib shokka tushgan bo'lsa, ba'zilar esa hafsala sipir bo'lgan. Lekin siz bu tasvirdagi bola haqida nima deysiz? Teleportatsiya. Bu odam mashinalar bilan gavjum yo'lda havoda paydo bo'lib qoldi. U yuk mashinasidan atigi 10 santimetrlik masofada tus oldi. Mashina uni faqat mo'jiza tufayli urib yubormadi. Ajablanarlisi shundaki, bu odam qanday qilib xotirjamlik bilan boshqa joyga qarab turibdi. Ushbu bo'lash bilan g'alati ko'rinishida qandaydir sir borga o'xshaydi. Bunday atrofdan ajralib chiqishni faqat teleportatsiya orqali qilish mumkin, yoki bu odam vaqt bo'ylab sayohatchi bo'lsa kerak. Mana yana bir teleportatsiyani qanday qilishni yaxshi tushunmagan odam. Eng kamida bu bola yo'lning o'rtasida avtomobil g'ildiraklari ostida qanday paydo bo'lib qolganligini tushuntirishiga to'g'ri keladi. G'alati avtohalokat. Avtomobil video registratori g'aroyib avtohalokatni tasvirga oldi. Ulardan biri kutilmaganda kesishgan yo'lda paydo bo'lib qoldi. Ko'pchilik tarmoq foydalanuvchilari bunga shubha bilan qarashdi. Ularning aytishicha, bu shunchaki tasvir burchaklarini tortishishi. Aslida bu yerda hech qanday g'ayritabiiy narsa yo'q. Siz ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Parallel olam. Bu video esa shahar markaziga o'rnatilgan kamera tasvirlariga tushib qolgan. Biz politsiya avtomobili va avtoyo'lda harakatlanayotgan yuk mashinasini ko'ryapmiz. To'satdan bo'sh yo'lda 3-chi avtomobil paydo bo'ldi. U perpendikulyar ravishda katta tezlikda harakatlandi. Piyoda qutqaruvchisi. Agarda bu spirtir to'satdan paydo bo'lmaganda, to'liq himoyasiz piyodalar yo'lagidan o'tayotgan odamni ahvoli nima bo'lishini hech kim bilmasdi. Do'stlar, agar siz piyodalar yo'lagidan o'tayotgan bo'lsangiz, har tarafingizga yaxshilab qarab, e'tibor bilan o'ting. Kim bilsin, sizga bunday qutqaruvchi uchramasligi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Yuqori tezlik. Bu video Xitoy ko'chalariga o'rnatilgan kamera orqali tasvirga olingan. Hamma narsa yarim soniya ichida ro'y berdi. Haydovchilarning hech biri buni nima ekanligini tushunmadi. Ular buni tushunmagan bo'lsalar ham qandaydir narsa chaqmoq kabi yarqiraganini ko'rishdi. Va yana oddiy ko'chada sayr qilib yurgan yigitlar ko'chada katta tezlikda harakat qilgan noma'lum narsaga guvoh bo'lishdi. Ko'chaning u betidan bu betiga o'tish uchun unga bir necha soniya vaqt kerak bo'ldi. Uni ko'rgan odamlar butunlay hayratdan qotib qolishdi.
Avtoturar joydagi tasodif. Oq-qora video tasvirga tushib qolgan ushbu noma'lum narsani nimaligi ko'rinmagan mashinani oldiga supermarketdan paketlarni ko'tarib chiqayotgan yigitni ko'ryapmiz. U tezlik bilan harakat qilgan g'ayrioddiy narsani ko'rib qoldi. Birdan to'xtab turgan mashinalar signalizatsiyasi ishga tushib ketdi. Yigit nima bo'lganini tushuna olmay joyida qotib qoldi. Telekines. Mariya yoshligidan sehrgarlikka qiziqib kelgan va David Copperfield muxlisi edi. Bundan tashqari, uning otasi ham illyuzionist bo'lib, ko'pincha unga yordamchi bo'lib turardi. Bir kuni u o'zida telekines ko'nikmalarini sinab ko'rishga qaror qildi va ushbu video rolik orqali nimalar qilganini ko'rib turibmiz. Shuni eslatib o'tmoqchiman, bu videolarni hech kim 100% tasdiqlamagan. Biz sizga shunchaki qiziqarli videolarni taqdim qildik xolos. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.